Butun dunyoda gender tengligi targ'ib qilinayotgan bir vaqtda o'z joniga qasd qilayotgan insonlarning 80% erkaklarga to'g'ri kelmoqda. To'g'ri eshitdingiz. O'z joniga qasd qilgan 10 ta odamdan 8 tasi bu erkaklar. Bu juda ham achinarli holat, lekin negadir bu haqida hech kim gapirmaydi. Mavzu aynan erkaklar ruhiy sog'lig'iga kelganda hech kim bunga e'tibor ham qaratmaydi. Hozirgi dunyoda erkaklarning ruhiy ulg'aymaganligi qo'rqinchli darajaga chiqqan. Jamiyatda o'z yo'lini topa olmagan bolalar barcha aybni ota-onasiga, jamiyatga, mahallaga, amaldorlarga va biznikilar yaxshi ko'radigan mavzu o'zbek mentalitetiga ag'darish bu oddiy hol bo'lib qoldi. Ammo bu yaqingacha bunaqa bo'lmagan. Buni bilishimiz uchun atrofimizga nazar solamiz. Bizni ota-bobolarimiz qilgan ishlar jamiyat rivojlanish vektorini butunlay o'zgartirib yuborgan. Misol uchun siz ko'rayotgan yo'llar, shaharlar, siyosiy va madaniy tuzilmalar, umuman olganda ular jamiyat faoliyati uchun ustun bo'lishgan. Ular o'z qarashlari, millat va qadriyatlari uchun haqiqatdan bor budini berishga tayyor bo'lishgan. Birinchi jahon urushi va ikkinchi jahon urushi o'rtasida 21 yil uzilish bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi va hozirgi kun o'rtasida bo'lsa 75 yil. Tarixiy jihatdan bu uzoq vaqt emas, lekin biz bu tinch va komfort hayotga shunchalik o'rganib qolganmizki, go'yoki hammasi o'z-o'zidan kelib qolgan deb o'ylaymiz. Xuddi dunyo yumshoq va u sizdan hech narsa talab qilmaydi deb o'ylaysiz. Sivilizatsiya bergan ne'matlarni ortig'i bilan iste'mol qilasiz. O'zingiz sevgan serial yoki yaxshi ko'rgan futbol jamoangiz o'yinini tomosha qilishga o'tirasiz. O'zingizni tinchlan, hali hammasi oldinda, shoshadigan jon yo'q deb aldaysiz. Va shu zaylda xayolparastlik bilan rejalar tuzasiz. Ba'zi rejalarni xayolingiz o'zida o'ylab, xayolingiz o'zida bajarib ham qo'yasiz. Imkoniyatlaringiz shunchalik ko'pligidan ularning ichidan bittasini tanlashga irodangiz yetishmaydi. Tanlov qiyinligidan shunchaki tanlov qilmaysiz. Kuningiz qanday boshlangani va qanday tugaganini bilmay ham qolasiz. Chunki siz hayotingizdan shunchalik zerikkansizki, har xil o'yinlar, porno, arzon ovqat va kuniga tonnalab kontent iste'mol qilib chalg'imoqchi bo'lasiz. Sotsial muammolarga o'zingizning shaxsiy muammolaringizdan ko'ra ko'proq e'tibor qaratasiz. Yangiliklarni bo'lsa faqat sarlavhalarni o'qiysiz. Chunki ular shunchalik ko'pki, ularni hammasini o'qib olishga ulguraysiz. Bu esa kunma-kun, oyma-oy va yilma-yil davom etadi. Kechagi rejalaringiz ertaga, bu yilgi rejalar keyingi yilga qoldiriladi. Va siz qachondir bir kun kelib o'zgarishiga umid qilib yashaysiz. Xuddi kimdir kelib bir kun sizni uyg'otadi. Ammo yo'q. Sizni bu axlatdan hech kim olib chiqmaydi. Buni hammasi siz hali ham ulg'aymaganligingizdan darak beradi. Chunki siz o'zingizning biologik tabiatingizga xiyonat qildingiz. Aniqrog'i, erkaklik tabiatingizga. Erkak kishining biologik maqsadi bu juda ham oddiy. Bu o'zidan avlod qoldirish. Bu nafaqat insoniyat, balki yer yuzidagi barcha erkak jinsli jonzotning maqsadi. Ayol kishining biologik maqsadi bo'lsa, ularning ichidan eng kuchlisini tanlab olish. Oldinlari jismonan kuchlisini tanlashgan bo'lsa, hozir muvaffaqiyatga erishish mumkin bo'lgan sifatlari orqali saralab olishadi. Chunki erkak kishi ayol kishi uchun har doim xavfsizlik garovi hisoblangan. Ya'ni ayol kishi erkakdan doim xavfsizlik talab qiladi. Xavfsizlik esa har zamonda har xil o'lchanadi. Avvallar erkaklar bir-biri bilan kurashib ota bo'lishga loyiqligini isbotlashgan bo'lsa, hozir bu sotsial status bilan o'lchanadi. Lekin bir narsa insoniyat tarixida hech qachon o'zgarmagan. Bu erkaklar o'rtasidagi raqobat. Raqobatda muvaffaqiyatga erishish orqali erkak kishi sotsial iyerarxiya bo'yicha ko'tarila boshlaydi va u jamiyatda qadrlanadi. Bu esa unga moliyaviy erkinlik olib keladi. Moliyaviy erkinlik zamonaviy iqtisodiyotda xavfsizlik hisoblanadi. Ayol kishi doim erkakdan xavfsizlik talab qilgan. Siz ularni pulga uchadi deb o'ylaganingizda, ular aslida sizdan tug'iladigan farzandlari va o'zlari uchun xavfsizlik talab qiladi xolos. Va shu bilan birgalikda hech narsa qilmaslik, maqsadlarga agressiv yondashmaslik erkak kishini avtomatik tarzda raqobatdan chiqarib tashlaydi. Erkak kishi fundamental funksiyasini bajarishdan bosh tortdimi, u o'zini keraksiz deb his qila boshlaydi. Chunki erkaklikka erishish qadimdan ulug'langan. Eng ko'p erkaklardan tashkil topgan millat qadimdan kuchli bo'lib kelgan. Ular yangi yerlarga va manbalarga bosqinchilik yo'llari bilan erishgan. To'g'ri, davrlar va instrumentlar o'zgardi, lekin mantiq hali ham o'sha. Biz yerlarni bosib olmaymiz, lekin millatga hali ham qat'iy qaror qabul qila oladigan va maqsadlar bilan yashaydigan erkaklar kerak. Eng qizig'i, hozirgi 20 yoshli bola o'zini jamiyat hayotida muhim o'rin tutaman deb o'ylamaydi. U o'zini hali ham yosh bolaman deb o'ylaydi. Lekin tarixga nazar solsak, u vaqtdagi 20 yoshli bolalar bola hisoblanmagan. Ular ulg'aygan erkaklar bo'lgan. Masalan, Amerika mustaqillik deklaratsiyasida qatnashganlarning o'rtacha yoshi 20 yosh bo'lgan. Asosiy 7 ta Amerika asoschilaridan tashqari. Napoleon esa 20 yoshida Fransiya armiyasi bosh qo'mondoni bo'lgan. Fotih Sulton Mehmet esa 21 yoshida Istanbulni fath qilgan.
Siz hozir u vaqtdagi odamlarning umri qisqa bo'lgan deyishingiz mumkin, lekin unaqa emas. Insonlarning o'rtacha umri statistik hisoblanadi. Oldingi odamlar biologik nuqtai nazardan bizga qaraganda kam yashashmagan. Mayli, gaplarim noto'g'ri bo'lsin. Bizning davrimizdagi odamlar uzoq yashashni boshlagan taqdirda ham aynan siz uzoq yashashingizni qatdan bilasiz yoki kimdir buni kafolatini sizga berdimi? Erkaklik inqirozi 18 va 19 asrlarda sanoat to'ntarilishi bilan boshlangan. Ya'ni dunyo qo'l mehnatidan mashinalashgan sanoatga o'tgan vaqtda. U paytda erkaklar ishlash uchun uylarini tark etishni boshlashgan. Zavodlarga, fabrikalarga umuman olganda oilasini boqish uchun vaqtlarini uydan tashqarida o'tkazishgan. Bu esa oilada yangi madaniyatni shakllantirgan. Otalar ishda, farzand tarbiyasi bilan esa faqat onalar shug'ullangan. Muammo shundaki, ona o'g'il bola farzandiga hech qachon erkaklik xislatini bera olmaydi. Onaning vazifasi farzandiga mehr ko'rsatish va uni har qanday xavf-xatardan himoya qilish. Bola esa erkakka aylanish uchun u qandaydir qarshilikka uchrashi shart. Qarshilikka esa faqat otalar olib keladi. Ular vaqt o'tgan sari o'z farzandlariga vaqt ajratmay qo'ygan. O'g'il bola tarbiyasida nafaqat otalarni, balki boshqa erkaklarni ham o'rni bor. Masalan, oldinlari o'zbeklar asosan mahallalarda yashashgan va u yerda alohida erkaklar jamiyati bo'lgan. Oqsoqollar, ustoz va shogird madaniyatining tarbiyada juda ham katta ahamiyati bo'lgan. Chunki o'g'il bolaning ustozi bo'lishi shart bo'lgan. Bu har qanday madaniyatda, qadimgi qabilalarda va butun insoniyat tarixida shunday bo'lib kelgan. O'g'il bola tarbiyasiga erkaklar alohida ahamiyat qaratishgan. Hozir bo'lsa, bola 3-4 yoshga to'lishi bilan ona mehridan bog'chaga, ayol ustozning bag'riga jo'natiladi. U yerdan esa maktabga. Maktabda ham ustozi ayol kishi bo'ladi. Va bola tarbiya olish kerak bo'lgan eng asosiy umrni ayollar ichida o'tkazadi. Va u ulg'aygandan keyin o'sha ona mehrini jamiyatdan talab qiladi yoki undan ham qo'rqinchlisi, boshqa ayollardan qidira boshlaydi. Ammo tashqi muhit haqiqati ona mehridan ancha farq qiladi. Bola 30 yoshga kirganiga qaramasdan ulg'aymagan va o'sha yoshligidagi shirin mehrini sog'inib yashaydi. Shu o'rinda otasiz o'g'il bola katta qilayotgan onalar farzandiga ham ota ham ona tarbiyasini berishga harakat qiladi. Ular bir tarafdan farzandiga mehr berib, uni har qanday qiyinchiliklardan asrash kerak. Ikkinchi tarafdan bo'lsa, farzandining kelajagini o'ylab, uni ba'zi bir narsalarga majbur qilish kerak. Natijada bolani ko'z oldida onaning vazifalari butunlay o'zgarib ketadi. U barcha mas'uliyatni onasiga ag'dara boshlaydi. Ammo ba'zi holatlarda yolg'iz onalar farzandiga yoshligidan oila erkagi degan mas'uliyatni bera oladi. Bu esa otasiz katta bo'layotgan bolani vaqtli ulg'ayishiga sabab bo'ladi. Natijada esa bola hayotida yaxshi muvaffaqiyatlarga erishadi. Bola tarbiyasida erkak kishining o'rni muhimligini tushunish uchun AQShda o'tkazilgan tadqiqotlarga nazar solamiz. Yolg'iz ona bilan ulg'aygan bolalarda ruhiy kasalliklar rivojlanish ehtimoli ota-onasi bilan ulg'aygan bolalarga qaraganda 5 barobar ko'p. Uysiz va qochoq bolalarning 90%, o'smirlar orasidagi o'z joniga qasd qilishlarning 63%ni otasiz ulg'ayganlar tashkil qilar ekan. Otasiz bolalarni maktabni tashlab ketish ehtimoli ota-onasi bor tengdoshlariga qaraganda 2 barobar ko'p. O'smirlik davridagi homiladorlikning qariyb 70%i otasiz ulg'aygan ayollardan tashkil topgan va aynan o'sha ayollarda abort qilish ehtimoli ota-onasi bilan katta bo'lgan ayollarga qaraganda anchagina yuqori. Qamoqxonadagi barcha yoshlarning 85%ni otasiz ulg'ayganlar tashkil qiladi. Otasiz bolalar ota-onasi bilan ulg'aygan bolalarga qaraganda 20 barobar ko'p qamoqqa olinadi va 11 barobar ko'p zo'ravonlik qiladi. Umuman olganda, otasiz ulg'aygan bolalarning aqliy va xulq-atvor ko'rsatkichlari anchagina yomon. Ularning juda ham ko'pchiligi boshqa bolalarga qaraganda o'zlarini past baholaydilar va nima uchun otalari ularni tashlab ketganini tushunmaydilar. Bu tashvish, ijtimoiy o'ksinish va depressiya kabi bir qancha hissiy muammolarga olib keladi. Shuningdek, o'z joniga qasd qilish va o'ziga zarar yetkazishga sabab bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi ma'lumotlar bilan o'zi nimaga kerak degan savolga to'laqonli javob oldi deb umid qilaman. Hozirgi kunda yana bir ommalashgan mavzu bor. Bu oilaviy zo'ravonlik. Bu ham to'g'ridan-to'g'ri erkakka erkaklik yetishmasligidan keladigan holat. Yana bir tadqiqotga ko'ra, oilasida zo'ravonlik qiladigan erkaklarning o'rtasida uchraydigan holat bu muammolarni hal qila olmaslik va antisotsiallikdir. Erkak kishi jamiyatda hech qanday hurmatga va odam sifatida hech qanday yutuqlarga erisha olmaganida, u o'z oilasida zo'ravonlik qilishni boshlaydi. Aynan shu mantiq jinsiy zo'ravonlikka ham eshik ochadi. Ming afsuski, muammo madaniy tarafdan ham avj olgan. Hozirgi ahvolimizni bilish uchun ommalashgan kino va musiqalarni eshitib ko'rishni o'zi kifoya. Kinolarda ta'rif qilinadigan ssenariy bu ayol ortidan yuguradigan va uni rozi qilish uchun hayotini bag'ishlagan latta erkak. Eng qiziqarlisi, o'zini hurmat qilgan ayollar bunday erkaklardan nafratlanishadi. Chunki erkak avvalambor mustaqil jamiyat birligidir. U birovlarning ishonchiga, ularning fikriga va mehriga muhtoj emas. Ularning azaliy funksiyasi jamiyatga moddiylik va xavfsizlik berish bo'lib kelgan.
erkak kishi iste'molchi emas, balki ishlab chiqaruvchidir. Keyingi narsa bu mehnat. Bu juda ham banal eshitilishi mumkin, lekin ko'pchilik haqiqiy mehnat nimaligini bilmaydi. Agar siz qat'iy intizom bilan mehnat qiladigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda ko'pchilikdan oldinga chiqib ketasiz. Esinglardami? Videoni boshida raqobat haqida gaplashgandik. Raqobatdosh bo'lishning eng asosiy yo'li bu mehnat. Va mehnat qilishni yoqtirmayman degan erkakni bog'chaga borishni xohlamayman deb yig'laydigan yosh boladan farqi yo'q. Bu sizni erkak sifatidagi majburiyatingiz, tanlov emas. Ishingizni hurmat qiling. Chunki haqiqatdan ham yuqori darajadagi yutuqlarga erishgan odamlar har qanday ishga hurmat bilan yondashadi. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, sifat har doim sizni yuqori natijalarga olib chiqadi. Atrofingizga qarang. Bir yilda bir nechta kasbni almashtirib, buni "Men hayot yo'limni izlayapman" deb atash normal bo'lib qoldi. Chunki hayot yo'li izlanmaydi. Siz faqatgina yo'qotilgan yoki oldin mavjud bo'lgan narsani izlashingiz mumkin. Hayot yo'li esa yaratiladi. O'z irodangiz va qo'llaringiz bilan yaratiladi. Arzon va sifatsiz ovqat iste'mol qilishni to'xtating. Bu juda ham muhim. Insonni gormonlar boshqaradi. Siz ovqatni intizomga ta'sir yo'q deb o'ylashingiz mumkin, lekin siz qattiq adashasiz. Testosteronning kamligini o'zi sizni hayotda umuman hech narsa xohlamaydigan qilib qo'yishi mumkin. Testosteron bu sizni erkak qiladigan gormon. Erkaklik inqirozi ham aynan shu gormon bilan bog'liq. Bir tadqiqotga ko'ra, 1980-yildan beri testosteron har yili 1% ga tushib bormoqda. 100 yil oldingi erkak bilan hozirgi erkakning o'rtasida 20% testosteron farq bor. Bu eng pozitiv taqqoslash. Agar sizda ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich 50% gacha borishi mumkin. Bu degani, biz ota-bobolarimiz darajasidagi erkaklar emasmiz. Past darajadagi testosteron depressiya, yumshoqlik, kayfiyat o'zgaruvchanlik, semizlik, kuchsizlik va bepushtlikka olib keladi. Ya'ni siz to'g'ridan-to'g'ri erkak funksiyasini yo'qotasiz. Testosteronni yaxshilashning yo'llari bu ko'proq harakat qilish va to'g'ri ovqatlanish. Ayniqsa shakarli mahsulotlar iste'mol qilmaslik. Iroda nafaqat xohish bilan, balki sog'liq bilan birga keladi. Eng asosiysi, jabrlanuvchilardek fikrlashni to'xtating. Agar siz hali ham kimdir sabab hayotim yomon deb o'ylayotgan bo'lsangiz, demak siz hali ham ulg'aymagansiz. Hech kim sizga qarshi emas, hech kim sizga to'sqinlik qilayotgani yo'q. Hech kimni ayblamang, chunki buni umuman foydasi yo'q. Jamiyatimizga esa intizomli, mas'uliyat qabul qila oladigan va maqsadlarga agressiv erishadigan erkaklar kerak. Men sizni aynan shunday erkak bo'lib qolishga chaqiraman. Quyosh ostidagi o'rningizga kurashing, chunki sizga hech kim shunchaki hech narsa berib qo'ymaydi. Siz o'zingizni yaxshi hayotga loyiq ekanligingizni isbotlashingiz kerak. Bu loyihani boshlashimizdan maqsad jamiyat ichidagi birlikni va shaxsiy rivojlanishni targ'ib qilish. Chunki bir maqsad yo'lida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega va o'z hayotini yaxshilaganlargina jamiyatparvar bo'la oladi. Agarda bir maqsad yo'lida birlashib bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, Telegramdagi kanalimizga obuna bo'ling. U yerda biz siz bilan bir hamjamiyatdek rivojlanishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Abdusattor Abdurahimov bo'ldi.